Quyosh tizimi qanday ishlashini tushuntiradigan bu kabi videolarni ko'rgandirsiz. Ammo bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bu tajribada fazo va vaqt ikki o'lchovli matoni deformatsiyasi bilan tushuntirilgan. Lekin haqiqiy fazo va vaqt to'rt o'lchovli va fazo cho'zilib egilmaydi. U o'zini geometriyasini o'zgartiradi. Mana masalan chumoli choynakning ustida harakat qilyapti-da, to'g'rimi? Choynakni yuzasi ham egri. O'sha uchun tagidan to jumragigacha harakat qilish uchun eng qisqa yo'llari egri chiziq bo'ladi. Bizda fazo egri bo'lgani uchun planetalar ham egri chiziq bo'yicha harakatlanadi Quyoshning atrofida. Einstein aytayapti, "Men kuch degan narsani bilmayman" deyapti. U kuchni o'sha fazoni egriligi bilan almashtirgan. Einstein nazariyasiga ko'ra, fazo va vaqt Quyoshning massasi ta'sirida egiladi va natijada bizga xuddi Yer Quyosh atrofida aylanayotgandek bo'lib ko'rinadi. Aslida Yer to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanmoqda. Shunchaki bu to'g'ri chiziq egilgan fazo ichida joylashgan, xolos. Masalan, agar siz to'pni qog'oz ustida to'g'riga dumalatmoqchi bo'lsangiz, lekin qog'oz egilgan bo'lsa, to'p ham sizga xuddi egri chiziq bo'ylab harakat qilayotgandek tuyuladi. Shuning uchun Quyosh hech qanday tortishish kuchi ta'sirida Yerni harakat trayektoriyasini egib o'zgartirmaydi. Fazoni o'zi egilgan va mana shu egilgan fazoda Yer eng qisqa masofa, ya'ni geodezik bo'ylab harakat qilmoqda. Aynan shuning uchun ham Yer va boshqa sayyoralar xuddi Quyosh atrofida aylanayotgandek tuyuladi.